Har bir xalq tarixida uning taqdirini belgilab beradigan eng muhim hujjatlar bo'ladi. O'zbekiston xalqi uchun bunday hujjat bu shubhasiz konstitutsiyadir. Zero bosh qomusimiz nafaqat davlatimizning bosh qonuni, balki butun jamiyatning ma'naviy poydevori, inson qadri va huquqlarining ishonchli kafolatidir. Avval inson, keyin davlat va jamiyat tamoyili kuchaytirilgan bosh qomusimizning 33 yilligi Andijonda ham katta bayram sifatida nishonlandi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining tantanalari arafasida viloyat axborot kutubxona markazida Advokatlar palatasi, Andijon viloyat hududiy boshqarmasi, Andijon davlat pedagogika instituti hamda harbiy qism bilan hamkorlikda Konstitutsiya, huquqiy davlat kafolati mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbirda turli soha vakillari, huquqshunoslar, harbiylar va ta'lim muassasalari o'qituvchi hamda talabalari ishtirok etdilar. Tadbir ishtirokchilari Konstitutsiyamizning xalqimiz hayotidagi o'rni, unda mustahkamlangan tamoyillarning hayotga joriy etilishi va davlat organlari faoliyatidagi ahamiyati haqida, inson manfaatlarini ta'minlash borasida olib borilayotgan islohotlarga to'xtalib o'tdi. Konstitutsiyamizni o'qib o'rganish borasida axborot kutubxona markazining huquqiy axborotlar sektori kitob jamoalaridan o'rin olgan kitoblar o'quvchilarning ixtiyorida ekanligini, bu borada haftaning har juma kunida tashkil etiladigan huquqiy savodxonlik soatlarida ham targ'ibotlar olib borilayotganligini yana bir karra aytib o'tildi. Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchilarining Konstitutsiyaning ma'naviy ma'rifiy ahamiyati, uning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri haqidagi keng qamrovli ma'lumotlari ishtirokchilarda yoshlar ongida huquqiy madaniyatni shakllantirishda muhim omil bo'ldi. Advokatlar palatasi Andijon viloyati hududiy boshqarmasi mas'ullari Konstitutsiyamizda xavfsizlik, tinchlik va barqarorlik masalalarining o'rni, fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish, bu borada amaldagi qonunlarimiz, sud huquq tizimidagi islohotlar, Konstitutsiyada yoshlar huquqlari, gender tenglik masalalariga berilgan e'tibor borasida o'z mulohazalarini bildirdilar. Axborot kutubxona markazida o'tkazilgan davra suhbati ushbu muhim hujjatning mazmun mohiyatini keng ommaga chuqurroq yetkazish, ayniqsa yoshlar ongida huquqiy madaniyatni mustahkamlashga xizmat qildi.